Yunusobod 13-kvartalda joylashgan Ikat Novostroykasining 11-qavatidan chiqqan eksklyuzivniy bitta kvartirani videoobzorini qilgan kelganmiz. Terrasa ko'rishingiz mumkin. Joylashgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, mana megapolis, kvartal ichi bilan kirib keladigan, Rayonov ko'chasi bilan kirib keladigan joyda joylashgan. Xonadonimizni o'ziga keladigan bo'lsak, 62 kvadrat metr maydonga ega ichi, terrasa kadastrga ham qo'shilgan, studiya formatida remont qilingan, kuxonniy zonamiz bu yerda joylashgan, dam oladigan zonamiz katta qilib ochib yuborishgan. Mebel texnika shu holatida, shu narsalar bilan tayyor kvartira, kiyim-kechak bilan kirasizlar, yashaysizlar. Bu tarafimizda spalnya joylashgan. Skrytiy eshik orqasida совмещенный sanuzelimiz ko'rishingiz mumkin. Va podyezddan kirib keladigan eshigimiz to'g'rida bu tarafda joylashgan. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa rahmat.